Ma'rifatparvar ajdodlarimizning merosi bugun biz qurayotgan huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyati uchun poydevor bo'lib xizmat qilishi tabiiydir. Chunki ularning g'oya va dasturlari yangi O'zbekiston barpo etish strategiyasi bilan har tomonlama uyg'un va hamohang. Bir asrki achchiq dod faryod, kechalari charxurar hayhot. Mudramagin ko'zni och do'stim, ichingdagi jadidni uyg'ot. Juvon markul bobolar haqqi, bolam degan nidolar haqqi, o'qqa uchgan duolar haqqi, ichingdagi jadidni uyg'ot. Ichingdagi jadidni uyg'ot. Yuragingni tubida nur bor, nurga cho'mgan kabalak qurbon. Qo'yvorini xomushlar qo'yvor, ichingdagi jadidni uyg'ot. Ochiq uxlayotgan so'ng, dubsizlikka qulayotgan so'ng, omonatdir senga bu hayot. Ichingdagi jadidni uyg'ot. Uyg'onsa chekinar zillot, yo'q bo'ladi bitatu illot. Uyg'onsa uyg'onar millat, ichingdagi jadidni uyg'ot. Ichingdagi jadidni uyg'ot. Yuragingni tubida nur bor, nurga cho'mgan kabalak qurbon. Qo'yvorini xomushlar qo'yvor, ichingdagi jadidni uyg'ot. Yuragingni tubida nur bor, nurga cho'mgan kabalak qurbon. Qo'yvorini xomushlar qo'yvor, ichingdagi jadidni uyg'ot.